Salomatmisizlar hurmatli youtuberlar. Bugun Farg'onamizda joylashgan eng arzon, ya'ni 12 milli oshdan 11 milli xuddoygacha bo'lganlarning mazasi va narxini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum aka. Aka bizga bitta osh berasiz, keyin bitta shokolad berasiz, keyin Pepsi berasiz birli aka. Bo'ladi aka. Wow. 12 milli osh deyishganda hayron qolgandim. Go'sht yo'q bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin go'shti ham bor. Hozir sizlar bilan mazasiga baho beramiz. Aytishadi-yu, boshida ham go'sht bilan yeydish. Yutumlar ham yaxshi. Go'sht ham qattiq ham bo'lib qolmagan, bo'shashib ham ketmagan, yaxshi. To'y oshlariga o'xshaydi. Mazalari zo'r. Go'shtlari ham butkillab turibdi. Endi shakarlar hamma yoqda bir xil bo'lsa kerak. O'zi choy aytaman degandim, operator bola, "Yo'q aka, siz ketyapman. Suv aytib bering" dedi, suv aytdi. Tepsidelar bilsalar ham bilarsizlar. Reklamalar ketsin. Bundan tashqari osh, mastava, mastavalari ham 12 ming ekan. Mastavalarni o'tgan safar ichib ko'rdim, yaxshi. Bundan tashqari chuchvara, manti sho'rva, lag'mon, uyg'ur hammasi bor. Bemalol kelib yeb-ichishing mumkin. Endi bundan keyingi videolarda 11 milli xuddoda yeb, mazasiga baho berib ketamiz. Kanal rivoji uchun videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Shu oshimizda tashqarida ham, ichkarida ham joylar bor ekan. Mazalari zo'r. Biz 1 dan 10 gacha baho beradigan bo'lsak, 7,5 ball qo'ydik. Ya'ni nimaga 7,5 ball qo'ydik? Sabzisi ko'proq qo'shadi, lekin ashna bo'lishi ham mumkin. Lekin mazasiga gap yo'q. Sizlarga ham kelishlarni tavsiya qilaman. Lokatsiyasi aniqrog'i Bolajonni biqinida, soydi bo'yida shu osh. Bemalol kelib, sizlar ham mazasiga baho berib ketinglar. Aniqroq lokatsiyani Telegram kanalida qoldiraman. Arzon yemanglar, ikkinchi lokatsiya, ya'ni 11 milli xuddi. Bugun sizlar bilan mazasiga baho beramiz. Assalomu alaykum aka. Bitta 11 milli xuddi yo'q berasiz, keyin bitta mojito suvlaydan qo'yib berasiz aka. Nech pul bo'ladi? Bo'ldi aka. Bitta mojito bilan bitta xuddoyimiz 16 ming so'mga bo'ldi. Oshimiz 40 ming so'mga aylanadi. Osh dozi 12 ming so'm edi. Hozirlar bilan mazasiga baho beramiz. Bu tekinga ishlaydigan Telegram bot haqida eshitmagansiz. Bot nomi SafeRoaming. Ushbu bot orqali foydalanuvchilar barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kontentlarni juda tez va oson yuklab olishlari mumkin. Masalan, Instagram va YouTube'dagi videolarni saqlash, postlardagi matnlarni olish hamda klip va musiqalarni MP3 formatga aylantirib yuklab olish imkoniyati mavjud. Bu yerda o'z-o'ziga xizmat qilish, ya'ni oldindan to'lab ekan, hozir mazasini ko'ramiz. Mojitomiz 5 mingga aylandi. Xuddoyimiz 11 ming so'm, jami 16 ming so'm bo'ldi. Mazasiga baho beramiz. Usta frilari, salatlar aralash bo'lar ekan, sveji, sos salat, pinchuza. Mazasiga baho beramiz. Taxti joyida hamma yo'g'i. Ko'p bilsalaring, ko'p xuddoyxonalarda salat aynishi ko'proq bo'ladi. Shu joyda. Bu joyda salatlar ham o'z joyida. Xuddoylar har xil bo'lar ekan, ya'ni kanadskiy, o'zbek staksika bo'lar ekan. Keyin amerikani, donerli bo'lar ekan. Biz o'zimizga o'zbek staksikadan aytdik. 11 ming so'm ekan, narxlari oshib boraverar ekan. Staksikaga qarab, staksika ko'payishiga qarab narxlari oshib boraverar ekan. Sizlarga ham kelib, yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Obed mahallida kelsalar, odam vahshiy gavjum bo'ladi. Sizlarga maslahatim, obeddan keyin yashin, masalan, biz hozir 2:30 da keldik. 2:30mi? 2:30 bo'lyapti, 2:30 o'tdi. 2:30da, 2da kelsalar, odam kamroq bo'ladi. Maza qilib yeb ketsalar ham bo'ladi. Bu xuddoyxonani ko'p odam bilsa kerak, ya'ni Farg'onada Korolevskiy nomi bilan tanilgan. Xuddoyda mazasiga gap yo'q, sizlarga ham tavsiya qilaman. Korolevskiy xuddoy deb mazasiga baho berdik. 1 dan 10 gacha baho beradigan bo'lsa 8 beramiz. Bemalol sizlar ham kelib yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Lokatsiyasi ipoteka chorrahasi, hamma biladigan Korolevskiy xuddoy bo'ladi.
Keyingi videolarda qaysi ovqatlarni olib chiqaylik? Agarda shu videomiz 10 mingtadan oshiq ko'riladigan bo'lsa, eng arzon oshdan eng qimmat oshgacha olib chiqamiz. Shuning uchun bizni kanalimiz rivoji uchun videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.